Reker haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Asl ismi Habibulloh. Familiyasi Quddusov. Toshkent shahrida yashaydi. 324-maktabda o'qiydi. Oilada kichik farzand. Yoshi 17 da. Apiga o'z homiysi. Ijodini notebookda boshlagan. 60-uyda istiqomat qiladi. Akasi bilan bitta xonada turadi. Hozirgi kompyuteri $4000 turadi. Stream qiladigan kompyuterining narxi $7000. Video chiqmayotganini sababi hamma e'tiborini o'qishga qaratmoqda. Reker grafik dizayner hisoblanadi. YouTube Rekerning hobbisi hisoblanadi. Oilada jami 4 ta farzand. Bitta opasi, bitta akasi va bitta ukasi bor. Akasi va opalar IT sohasida ishlaydi. U kompyuterda o'yinlar o'ynashni yoqtiradi. Reker nomi o'yin personajidan kelib chiqqan. Rekerning birinchi kanalining nomi Reker Habi bo'lgan. 13-14 yoshida birinchi 10 000 obunachiga erishgan. Rekerning kanali 2020-yil 23-aprelda ochilgan. Facebook ijodini hurmat qiladi. Rekerning reklama narxi 200-300 ming so'm bo'ladi. Rekerning hozirgi aqli bo'lganda YouTube kanalini ochmas edi. YouTube avval streamda Rekerning kanaliga ban berib olgan. Video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'linglar. Biz tezroq 2000 ta bo'lishimiz kerak.